Hozirgi kunda 10 dan oshiq sun'iy intellektlar bor, lekin 90% odam hamma narsaga cloud yoki ChatGPT dan foydalanadi va bu juda katta xato. Sababi har xil vazifada to'g'ri sun'iy intellektni ishlatadigan odamlar soatlab vaqtini va pulini tejab qolyapti. Bu videoda har xil kategoriyalar bo'yicha qaysi sun'iy intellektni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Shu orqali men sizni vaqtingizni tejab, qachon qaysi AI ni ishlatish kerakligini o'rgataman. Agar bu ma'qul bo'lsa, qulay o'rnashib oling va biz boshladik. Birinchi bo'lib hamma odamga seziladigan narsa bu sun'iy intellektni yozishi. Ya'ni ko'p hollarda sun'iy intellektdan javob kelganda xuddi qanaqadir robot gapirgandek bo'ladi. Lekin buni biz xuddi o'zimizni o'rtog'imizdek gapirishni xohlaymiz. Va bu vazifaga yaxshi javob beradigan sun'iy intellekt bu Cloud AI. Cloud sun'iy intellektini men taxminan 10 oycha oldin ishlatishni boshladim va shundan keyin haligacha ChatGPT ni beradigan javoblaridan ko'ra Cloud sun'iy intellekti xuddi men o'zim xohlaganda, ya'ni xuddi meni tushunib javob bergandek gapiradi. Eslatib o'taman, videoda aytiladigan hamma linklar va o'zimning Telegram kanalim pastdagi описаниеda bo'ladi. Bemalol videodan so'ng o'tib o'sha saytlarni ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Inson tonida javob beradigan sun'iy intellektni ham bilib oldik. Keyingi sun'iy intellektimizning javoblari esa aniq faktlarga, ya'ni research tadqiqotlarga asoslanib beradi. Deylik, siz qanaqadir bir mavzuni to'liq o'rganib chiqmoqchisiz. Xohlagan u ilmiy bo'lsin yoki umuman qaysidir bir produktni bozorini. Perplexity esa o'zini search engine yordamida Google'dagi hamma veb-saytlarni, hamma bo'lgan artikellarni izlab, hammasidan topib kelib, sizga aniq real time faktlarga asosan javob beradi. Bu yerda hattoki ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda qayerdan olgani, ya'ni bu yerdagi hamma gaplar aniq faktlarga asosan javob berilgan. Mana bu yerda esa aynan qaysi artikellardan olgan, aynan qaysi veb-saytdan olganini ham bu yerda ko'rsatib qo'yadi. Bu sun'iy intellektning boshqa sun'iy intellektlardan farqi, bu siz bilan ko'pincha suhbat qilmasdan, balkim siz xohlagan javobga aniq real time researchlar yordamida javob beradi. Okey, keyingi sun'iy intellektimiz bu bilim olishga, ya'ni siz qanaqadir bitta narsani tezroq o'rganishga yordam beradigan sun'iy intellekt Notebook LM bilan tanishamiz. Xo'p, bu aynan kimlar uchun? Ko'pincha buni ishlatadigan odamlar maktab yoki institutda o'qib turib, qaysidir bitta imtihoniga yoki sessiyasiga tezroq tayyorlanish kerak bo'lgan paytda shu sun'iy intellekt yordamida o'zini o'zi self study qilib tezroq, ancha oddiy holatdan ko'ra AI bilan tezroq tayyorlanib o'rganib oladi. Sababi bu sun'iy intellekt siz bilan har xil savol-javoblar qilish mumkin, quizlar yaratib, sizga infografikalar yordamida qanaqadir bitta mavzuni siz xohlagandek o'rgatishi mumkin. Bu sun'iy intellektni ishlatish haqida men to'liq video tayyorlaganman. Tepadagi tugma orqali o'tib o'sha videoni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, biz qanaqa qilib tez o'rganishni ham bilib oldik. Endi keling, siz qaysidir bitta ilovani yoki programmani o'zingizning kompyuteringizga yuklab oldingiz va o'shani siz qanaqa qilib ishlatishni tushunmayapsiz. Va bu yerdagi eng zo'r sun'iy intellekt bu Google AI Studio. Xo'p, siz u funksiyadan qanday foydalanasiz? Birinchi bo'lib Google ga Google AI Studio deb yozasiz. Google AI Studio deb yozgandan keyin xuddi shunaqa veb-sayt kelib chiqadi va uni ichiga kirib o'zingiz ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tib olgandan so'ng sizga xuddi shunaqa panel chiqib keladi. Undan so'ng biz Playground degan tugmani bosamiz va xuddi shunaqa qismga o'tib olamiz. Xuddi shunaqa qismga o'tib olgandan keyin bu yerdan biz modelsni tanlaymiz, ya'ni agents emas, modelsga o'tib olib, bu yerdan real time degan mana shu bo'limni tanlaymiz. Va shu orqali biz mana bu ikki xilni tanlashimiz mumkin. Bu yerda ikki xil model turibdi. Keyin oddiy modeldan ham siz ishlatishingiz mumkin va ustidan bosasiz любой bitta modelni va bu yerdan sizda mana shunaqa chiqib keladi. Bu yerdan webcam qilsangiz, bizani to'g'ridan-to'g'ri webkamimizni yoqirib kameramiz ko'rinadi. To'liq qilsa xuddi gaplashasiz va bu yerdan yangi funksiyasi share screen degan funksiyasi chiqdi. Share screen tugmasini bosganingizdan so'ng bu sizni qaysi oknoga разрешить qilishingizni so'raydi va keling, menda bunaqa muammo chiqib qoldi. Ya'ni N8 dan xuddi shuni so'rab ko'ramiz. Mana masalan bu yerda hozir bu pastdan ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu oknoni ko'rib turibdi. Masalan bu yerda o'tsam ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bu real time tomosha qilib turibdi. Deylik masalan buni ichiga kirsam, bu yerda ham xuddi o'sha boyagi nodni ichiga kiradi. Va keling bundan oddiy qilib so'rab ko'ramiz. Bu yerda nima ketyapti? Va send tugmasini bosamiz. Va shu hozirda bu summarize YouTube videos from transcript normally workflow, ya'ni YouTube videosining transkriptidan xulosa chiqaruvchi bot ko'rsatilgan. Birinchi blokda video silkasini ko'rsatasiz, keyin bot uning transkriptini oladi va oxirida bu yerda ko'rishingiz mumkin, xuddi o'sha bot nimaligini bu umumiy tahlil qilib beradi. Ya'ni bu juda ham zo'r funksiya. Qachonki siz har qanaqa ilovada, masalan, Premiere'da bo'lasizmi yoki qanaqadir montaj qilayotganda yoki N8 da qanaqadir bitta problem chiqib qolyaptimi yoki error bo'lyaptimi, xuddi o'shani to'g'ridan-to'g'ri share screen qilib, ko'rib, xohlagan savolingizga javob berib, o'zbek tilida, rus tilida, xohlasangiz ingliz tilida javoblarni olishingiz mumkin. N8 esa bu bizning keyingi kategoriyamizdagi, ya'ni vazifalarni avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan eng zo'r AI safiga kiradi.
To'g'ri, birinchi marta boshlaganingizda bu instrument juda ham tushunarsiz, ya'ni qiyin tuyulishi mumkin. Lekin siz qachonki buni ishlab, o'zingizning vazifalaringizni automation qilishni boshlaganingizdan so'ng, bu sizga realniy o'zini natijalarini ko'rsatib, ancha vaqt tejab qoladi. Ya'ni siz buni to'g'ri professional darajada o'rganib, hattoki pul ham topsangiz bo'ladi. N8N haqida ham men video tayyorlaganman, uni ham tepadagi tugma orqali ko'rishingiz mumkin. AI bilan pul topish haqida gap ketganda, ko'pchilikning ko'ziga keladigan narsa bu AI rasm va video reklamalar yaratib, u orqali daromadga chiqish. Va ularning hammasini siz agregatlar yordamida bajarasiz. Albattaki, u agregatlardan eng zo'ri bu Hixfield AI. Xo'p, Hixfield AI bu o'zi nima? Bu hamma rasm, video, audio hamma modellarni o'ziga jam qilgan sun'iy intellekt agregatlaridan biri. Ya'ni siz bu yerda Nano Banana, GPT, har xil rasm modellarini, videolarda keladigan bo'lsak, Gemini Omni, VO3.1 har xil modellarni hammasini jam qilgan sun'iy intellektlardan biri. Xo'p, siz bu yerdan yana Cinema Studio, ya'ni har xil kinolar tayyorlashingiz mumkin yoki o'zini pluginlari ham bor. Siz uni Premiere Proga yoki Cloudga qo'shib, o'sha videolarni ham to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerdan yaratishingiz mumkin. Bu yerda hattoki o'zini trend, har qanaqa AI trend bo'lib ketsa, Instagramda yoki TikTokda o'shalarning o'zini promptlari ham xuddi shu yerda joylashgan bo'ladi. Siz bu yerdan hattoki Marketing Studio orqali o'sha UGC reklamalar, ya'ni AI reklamalar ham to'g'ridan-to'g'ri yaxshi kачествоda, sifatda yaratishingiz mumkin. Shu bilan biz videomizni yakunlaymiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi video qanaqa bo'lishini esa siz kommentda bemalol qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.